Uzun market 2022-yildan boshlab O'zbekistonda rasman ochilgan bo'lib, hozirgi kunda Uzun market ilovasini 25 milliondan ziyod odam yuklab olgan va eng asosiysi, bir oyda taxminan 10 milliondan ziyod odam tovar buyurtma qiladi va yuzlab sotuvchilar Uzun marketda $1000 dan ziyod sof daromad qilib kelishmoqda. Inshaalloh siz ham shunday sotuvchilardan biri bo'lasiz. Bu uchun sizga tashlab berilayotgan darsliklarimizga diqqatliroq bo'ling. Keling endi Uzun marketda yangi kirgan sotuvchilarning xatolari va kamchiliklari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi qilinadigan xato: mahsulotni Uzun marketga qo'yilishi bilanoq zo'r sotilib ketadi deb o'ylash. Bu uchun vaqt va sabr kerak bo'ladi. Marketing bo'limi bilan ishlashingiz talab qilinadi. Ya'ni reklamaga berib foydangizni chiqarib olasiz. Ikkinchi qilinadigan xatoga keladigan bo'lsak, menga yoqadigan narsa boshqalarga ham yoqadi deb mavsumni, raqobatni, narx-navoni analiz qilmasdan, solishtirmasdan tovar kiritish. Uchinchi qilinadigan xato: yunit ekonomika qilmasdan 10 ming so'mlik mahsulotni 20 ming so'm sotsam foyda qilaman deb o'ylash. Bunda minusga kirib ketasiz va tovarlaringiz omborda qolib ketadi va siz yana alohida xarajat qilib tovarlaringiz uchun to'lov qilib turishingiz kerak bo'ladi. Endi 4-xatoga to'xtalib o'tamiz. Uzumga tovarni joylashtirishda infografikaga, mahsulot kartochkasiga va marketingga e'tibor bermasa, tovarlarni sotilishi ancha kamayib qoladi. Ya'ni odamlar tovaringizni shunchaki ko'rishadi, lekin buyurtma berishmaydi. Darslarimiz davomida iloji boricha harakat qilaman bularni aniqroq tushuntirib o'tishga. Infografika nima yoki bo'lmasam kartochka qanday yaratilinadi, qanday to'ldiriladi, kalit so'zlar qayerga joylashtiriladi, barchasini birgalikda ko'rib o'tamiz. Endi 5-xatolikka to'xtaladigan bo'lsak, eng ko'p qilinadigan xatolardan aynan biri shu hisoblanadi. Uzun marketda ustozning yordami kerak emas, barchasini o'zim qila olaman deb tovarni analiz qilmasdan savdoni boshlash. Natijada nima bo'ladi? Tovarlar sotuvda, lekin sotilmaydi. Ya'ni omborda qolib ketadi. Siz oy o'tyapti, davlatga soliq to'laysiz, lekin sizga hech qanday foyda bo'lmaydi. Shu sababli ham o'zingizga yaxshi ustoz tanlang, hech qanday qiyinchiliklarsiz o'zingizning biznesingizni boshlab oling. Endi 6-xatolikka ham yetib keldik. Uzun marketda kimdir tovarni sotib foyda qilib oladi, kimdir esa pulni tovarga tikib shunchaki pulini muzlatib qo'ygani qoladi xolos. Bu uchun siz to'g'ri tovar tanlashingiz kerak bo'ladi. Tovaringiz raqobatbardosh va hammaga kerak bo'ladigan mahsulot bo'lishi kerak. Uni xarid qilishda yoki Xitoydan zakaz berishda narxlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi Uzun marketga kirib olamiz. O'zimizga yoqqan biror tovarni belgilab olamiz. Masalan, mana shu bolalar oyoq kiyimini men skrinshot qilib oldim. Endi buning narxlarini boshqa saytlardan ko'rib chiqaman. Masalan, 088 saytiga kirib oldim. Bu yerdan rasm orqali qidirish yozuvini ustiga bir marta bosib, bu yerdan aynan o'zimizga kerak bo'lgan krossovkani qidirib olamiz. Mana bu krossovka o'xshar ekan, 891 yuan turibdi narxi. Yana pastroqni ko'rib chiqamiz. 10 yuan ekan. Xo'p, yuqoridagi birinchisini ustiga bir marta bosib olamiz. Bir dona xarid qiladigan bo'lsak, bizga donasining narxi 9198 yuanga tushar ekan. Endi kalkulyatorga kirib, uning narxini hisoblab chiqamiz. Bizning so'mimiz bilan 17780 so'm bo'lyapti. Endi aynan mana shu oyoq kiyim Uzun marketda 59900 so'm turibdi. Agar siz ko'proq oladigan bo'lsangiz, masalan 100 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, yana chegirma qilib beradi. Yoki 1000 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, yanada ko'proq chegirma qilib beradi. Tovar xarid qilishda hech qachon bitta saytdan foydalanmang. Barcha saytlardagi narxlarni ko'rib, o'rganib, eng arzondan xarid qilishingizni maslahat beraman. Endi Taobaodan qidiryapman, ko'rib turganingizdek. Bu yerda narxlar ancha yuqori, 1688 ga nisbatan yuqori. Ichiga kirib bo'lganimizdan so'ng ozgina pastroqqa tushib olamiz. Bu yerda mahsulot haqidagi barcha ma'lumotlar, uning og'irligi, uzunligi, razmerlari, barchasi keltirib o'tilgan bo'ladi. Agarda yana qandaydir savollar qiziqtirsa, sotuvchi bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu ilovalardagi barcha so'zlar xitoy tilida yozilganligi tufayli ham siz bularni tushunmasligingiz mumkin. Shu sababli ham Tab Translate Screen ilovasidan foydalanishingiz talab qilinadi. Bu ilovalardan qanday foydalanish kerakligi haqidagi darslarimiz yuqorida tashlab berilgan. Diqqatliroq bo'ling, Taobao darsliklarining ichida barchasi bor. Ko'rib chiqishingizni so'rab qolaman.
Keyin infografika uchun ham chiroyli rasmlar bor. Bunda siz hech qanday rasm olib o'tirmaysiz. Mana Taobaodan 1088 va shunga o'xshash saytlardan chiroyli rasmlarni skrinshot qilib olib, orqa fonlarini o'zgartirib taxlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerni ko'rib chiqdim. Aynan mana shu oyoq kiyimning og'irligi haqida hech qanday ma'lumot keltirilmagan. Barcha juda yengil deb kiritib o'tilgan xolos. Endi men bu haqidagi ma'lumotlarni sotuvchidan so'rab olmoqchiman. Xitoy tilini bilmaganligim tufayli ham Google переводчик yordamida o'zimning gaplarimni xitoy tiliga tarjima qilib oldim. Assalomu alaykum, bolalar sport poyafzalining og'irligi qancha deb yozib oldim va aynan mana shu gapni copyright qilib olib, Taobao saytiga kirib, magazin operatorlari bilan bog'lanaman. Mana bu yerga vstavit qilib yuborib oldim. Endi buning javobi kelguncha, keling boshqa saytlarni ham ko'rib chiqamiz. Masalan, Alibaba saytini bilasiz, Alibaba ham optim hisoblanadi. Bu yerda ham narxlar juda ham arzon. Endi bu yerni ham bir tekshirib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yer ham ancha qimmatroq ekan. 1088 saytidan 17 ming, 18 mingga oladigan tovarimiz bu yerda 20 ming, 30 ming, 27 ming, 54 ming. Ko'rib turganingizdek, narxlari har xil. Xo'p, bizga o'zi 1088 sayti qulayroq bo'lyapti. Yana arzonlashtirib ber deb yozganingizda sizga narxini ancha arzonlashtirib ham beradi. 1088 saytida. Mana arzonroqini ham topib oldim. Narxi 10.300 turibdi. Ustiga bosib olamiz. Minimalniy zakaz 10 dona ekan. 10 dona zakaz qilsangiz 23 ming, 1000 tadan ko'p zakaz qilsangiz 10.300 dan sizga berar ekan tovarini. Xo'p, keling endi Taobaoni tekshirib olamiz. Qani javob kelganmi? Yo'q, hali javob kelmagan ekan. Unda AliExpress saytini ham ko'rib chiqamiz. AliExpress sayti nisbatan qimmatroq sayt hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek 174 ming, 41 ming, 43 ming, 152 ming. Agar siz AliExpressdan narsa zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, asosan aksessuarlarni arzonroq narxlarda topishingiz mumkin, lekin kiyim-kechaklar, poyafzallar bu yerda ancha qimmat narxlarda bo'ladi. Xo'p, men magazin egasi bilan suhbatlashib oldim bu yerda. Suhbatimizda bu oyoq kiyim haqidagi ma'lumotlarni, kilogrammini so'radim. Aynan qaysi oyoq kiyimni xarid qilmoqchisiz deb so'raganligi tufayli rasmga olib, razmerlarini tashlab berdim. Buning og'irligini 130 gram deb aytdi. Unga minnatdorchilik bildirdim va endi buni hisoblab olamiz. Ya'ni kargosi bilan qo'shib hisoblaganda bu oyoq kiyim bizgacha necha pul bilan keladi. Bu uchun biz proporsiya usulidan foydalanamiz. Masalan, 1 kilogrammimiz 1000 gram bo'lsa, 1000 gram chiziqcha, hop, $2 bo'ladigan bo'lsa, pastidan necha gram bo'lyapti tovarimizning og'irligi? Hozir 130 gram teng x bo'ladi. Tovarimiz gramda bo'lganligi tufayli tovarimizning grammini ko'paytiramiz 1 kilogram kargoning puliga, keyin bo'lamiz 1000 gramga. Shunda bizga kargomizning puli taxminan kelib chiqadi. Endi ko'rib turganingizdek 3300 so'm bo'lyapti. 3300 so'mga 17300 tovarimizning tan narxi edi. Lekin bularni qo'shadigan bo'lsak 20 ming so'm bo'lyapti. O'zi marketda 60 ming so'mga sotishyapti. Bemalol bu tovarni siz olib sotishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tovar analiz qilish jarayonida siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu siz sotib olayotgan tovarning narxi kargosi bilan qo'shib hisoblaganda, masalan, hozirgidek 20 ming bo'ladigan bo'lsa, siz u tovaringizni 60 mingga sotsangizgina sizga foyda qoladi. Ya'ni 1 ga 3 qo'yib sotishingiz kerak. Agar 5 minglik tovarni 15 ming sotaman desangiz, bunda foyda qolmaydi. Kattaroq narsalarga 1 ga 3 qo'ysangiz foyda qoladi. Kichikroq tovarlarga 1 ga 3 dan ham yuqoriroq narx qo'yish talab qilinadi. Tovar olish jarayonida bitta narsaga e'tibor qarating. Mayda tovardan kam foyda qoladi, katta tovardan katta foyda qoladi. Masalan, keling siz bantik olib kirdingiz, bantikingizni 5 ming so'mdan olib 18 ming so'mdan sotyapsiz. Masalan, foyda qolyapti, minusda emassiz, foyda bor, lekin kam. Oy o'tyapti, siz davlatga soliq to'lashingiz kerak bo'ladi. Foydangizdan orttirib to'layman desangiz, kamroq foyda qolib qoladi, sof daromad kam bo'ladi. Shu sababli ham masalan keling, oyoq kiyim sotyapsiz, 20 mingga olib 80 mingga sotsangiz masalan yoki 60 mingga sotsangiz, bundan kattaroq daromad qoladi. Bu jarayonda mavsumni ham e'tiborga oling. Masalan, siz Xitoydan zakaz bergan tovaringiz 18-20 kunda keladi, ko'pi bilan yoki 25 kungacha keladi. Aprel oyi deb oladigan bo'lsak, siz yoz uchun oyoq kiyim sotmoqchi bo'lsangiz, aprelda zakaz berishingiz kerak bo'ladi. Aprelda zakaz bergan tovaringiz sizga maygacha yetib keladi. Uni joylashtirib,
time slot orqali uzun marketga yuborguningizcha qariyb 2 oy vaqtingiz o'tib ketyapti o'rtada. Shu sababli ham yozda sotmoqchi bo'lgan tovaringizdan 2-3 oy oldin harakatingizni boshlang. Yoki avgust oyida maktab kiyimlarini, maktab uchun mos bo'ladigan narsalarni sotmoqchi bo'lsangiz, siz 1-iyun yoki iyunning o'rtalaridan boshlab harakatingizni boshlashingiz kerak bo'ladi. Kech qolib qolmang. Harakatni oldinroq boshlang. Mana asosiy joylarga ham yetib kelyapmiz. Endi uzun marketning 2025-yildagi bizga beradigan imkoniyatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, shu yili inshaalloh FBS tizimi, ya'ni Fulfillment by Seller tizimi viloyatlarda ham ishlashni boshlaydi. Bilasiz, faqat Toshkentdagina tashkillashtirilgan edi. Bu sotuvchilar uchun katta imkoniyat bo'ladi. Ya'ni uyingizdan zakaz bo'lgan vaqtida tovaringizni aytib topshirasiz, boshqa vaqtlarda tovaringiz qo'lingizda turadi. Ya'ni nalichida ham sotishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'zingizning offline magaziningizda ham sotishingiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi imkoniyat edi. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, DBS tizimi ham endi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni Delivery by Seller tizimi. Bunda mahsulotlaringiz o'zingizning qo'lingizda turadi. Qachonki uzun marketdan sizga zakaz tushsa, siz tovaringizni uzunning omborga topshirmagan holatda ham mijozni o'ziga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham xuddi FBO va FPS tizimlarga o'xshash tizim hisoblanadi. Uzun marketda do'konni ochasiz, kartochkalarni yaratib qo'yasiz, uzun market sizga tayyor mijozlarni topib beradi. Siz esa mahsulotingizni o'zingiz yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi assortimentlarning kengayishi. Chunki yildan yilga uzun marketning mijozlari ham, sotuvchilar ham ko'payib bormoqda. Bundan ko'rinadiki, assortimentlar ham shu yilda anchagacha ko'payadi. Endi 4-imkoniyatga keladigan bo'lsak, bunda fashion yo'nalishiga ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Fashion yo'nalishiga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, kiyim-kechaklar, aksessuarlar, oyoq kiyimlar aynan mana shu yo'nalish ichiga kiradi. Onlayn savdo kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu statistikalarning barchasi rasmiy saytlardan olingan. Xo'p, bu yerga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2018-yilda onlayn savdo aylanmasi 66 million dollar edi. Lekin uzun market tashkil etilgach, bu aylanma 605 million dollargacha ko'tarildi. 2027-yilda esa taxminan 2161 million dollar bo'lishi ko'zda tutilmoqda. Bu statistikadan shuni tushunishimiz mumkinki, onlayn savdo kundan kunga rivojlanib bormoqda. O'zbekiston bo'yicha Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Farg'ona, Samarqand va Andijon viloyatlarida tovar zakaz qilish bo'yicha top 5talik viloyatlar hisoblanadi. Ya'ni uzun marketdan ko'p tovar zakaz qilishadi. Shu yerlarda ham punktlar ko'proq nisbatan. Hozirgi vaqtda yangi ma'lumotlarda topshirish punktlari soni 1000 tadan oshganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilyapti. Endi savdoga to'xtaladigan bo'lsak, uzun marketda 70% insonlar savdoni aynan poyezd orqali amalga oshirishyapti. Ya'ni mijozlar o'zlariga kerak bo'ladigan mahsulotlarni shunchaki qidirib yoki kategoriyalar orqali qidirib emas, balki poyezd bo'limi orqali qidirgan holatda xarid qilishyapti. Shu sababli ham siz kalit so'zlaringizga e'tiborliroq bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xato yozgan bo'lsangiz, sizning mahsulotingiz omboringizda qolib ketadi, sotuvda bo'ladi-yu, lekin hech kim tovaringizni xarid qilib olmaydi. Infografikalar, kalit so'zlarda hech qanday imlo qoidalariga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirmasligingiz kerak bo'ladi. Keling, mijoz poyezd bo'limiga kirdi, tush deb poyezd beryapti va u yerda minglab kartochkalarni chiqarib beryapti. Hech kimning ortiqcha vaqti yo'q oxirigacha tekshirib o'tirishga. Hop, uzun marketda poyezd orqali qidiruv bo'lganda, yuqoridagi 16 ta kartochkadan xarid qiluvchilar 50% ni tashkil etsa, yuqoridagi 48 ta kartochkadan xarid qiluvchilarning foizi esa 70% ni tashkil etadi. Ya'ni ko'pchilikning vaqti yo'q pastroqni ko'rishga, shu sababli ham birinchisini ko'rdimi, birinchi, ikkinchilardan xarid qilib ketyapti. Ayrimlar esa narx arzonroq bo'lsin yoki o'ziga bo'lgan, o'zi xohlagan tovarni topa olmaganligi tufayli ham pastroqgacha tushadi. Lekin shunda ham 70% insonlar aynan 48 ta kartochkani ko'rishar ekan. Ya'ni 48 taning ichidagi tovarlardan xarid qilib olishyapti. Shu sababli ham marketingdan foydalaning. Tush sotyapsizmi, parfumeriya mahsulotlarimi, bularga assortiment juda ham katta. Siz qachonki kartochkangizda marketing xizmatidan foydalangan bo'lsangiz, sizning ham tovaringiz yuqorida bo'ladi. Ya'ni pastlarda qolib ketmaydi. Yoki bo'lmasam hech kimda yo'q bo'lgan mahsulotlarni kiriting. Ya'ni O'zbekistonda unday o'yinlar yo'q. Siz shunday o'yinlardan kiriting. Masalan,
qandaydir kartochkalar orqali o'yinlar bo'lishi mumkin. Qandaydir noodatiy tovarlarni kiriting va shunda hech qanday sizga raqobatbardosh insonlar bo'lmaydi. Sizni tovarlaringiz avtomatiski topda bo'ladi. Tovarlarni qanday qilib topga chiqarishni darsliklarimizning oxirida o'rgatib o'taman. Ya'ni eng so'nggi qiladigan ishlarimiz shulardan iborat bo'ladi. Xo'p, ayrimlar shoshilishyapti, tezroq o'rgating, bunday boshlang'ich ma'lumotlar kerak emas deyishyapti. Hozir o'rtamizda shunday insonlar borki, ular uzun market haqida tushunchaga ega emas. Savdo qilishni bilishadi, bozorlarda ishlashyapti. Masalan, o'zlariga nima kerak bo'lsa, bozordan xarid qilib olishyapti, lekin uzun market haqidagi bilimlari yo'q. Men aynan ular uchun bu darsliklarni tayyorlayapman. Barchamiz birgalikda hech qayerga shoshilmagan holatda darslarni o'tib olamiz va barcha darsliklar sizga tashlab beriladi. Iltimos, shoshilmang. Menga o'rgating, men qolib ketyapman yoki hamma darslik birdan tashlab bering demang. Hech qaysi inson hammasini birdaniga o'rganib bilmaydi. Miya zerikadi, zerikkandan tashlab qo'yasiz, уже yoqmay qoladi. Barchasini ketma-ketlikda o'tib boraman. Bugungi darsliklarimiz shulardan iborat edi. Bu uzun marketga kirish haqidagi darsliklar edi.